Urganch shahrida klaster va fermer xo'jaliklari rahbarlari mexanizatorlar uchun germaniyalik mutaxassislar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnikalardan foydalanish samaradorligini oshirish mavzusida seminar tashkil etildi. Hozir shu haqida. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish, kam xarajat sarflab, yuqori daromad olishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun xorijdan keltirilgan eng zamonaviy agrotexnikalar yaxshi samara bermoqda. Biroq bu texnikalarning bor imkoniyatlaridan to'laligicha foydalanilyaptimi? Ayni shu savollarga javob olish maqsadida tashkil etilgan seminarda germaniyalik mutaxassislar tomonidan g'allachilik va dehqonchilik yo'nalishlaridagi fermer xo'jaliklari hamda klasterlarga traktor va kombaynlarni ishlash prinsiplari batafsil tushuntirildi. Berilgan ko'rsatmalarga amal qilinganda kuniga kamida 50-60 AQSh dollari tejab qolish imkoni mavjudligi maxsus taqdimotlar orqali ko'rsatib berildi. Сегодня здесь для того, чтобы встретиться с нашими клиентами. Men bugun o'z mijozlarimizga agrotexnikalarimizni xarid qilgandan keyin ish faoliyatida to'liq samaradorlikni oshirish uchun nimalarga ahamiyat qaratish kerakligini o'rgatish uchun keldim. Yangi traktor va kombayn modelimizning oldingilardan afzallik jihatlari, tez va samarali ishlash prinsiplarini tushuntiryapmiz. Bu texnologiya elektron tarzda sensorlar orqali boshqarish imkoniyatiga ega va juda ko'plab funksiyalarni bajarishi bilan ajralib turadi. Biz bu texnikalarga patent olganimizga 5 yil bo'ldi. Qishloq xo'jaligi xodimlari bu texnikalarni boshqarishni biladigan va istagi borlar uchun yangi bilimlarni yetkazishga harakat qilamiz. Чтобы они могли больше зарабатывать денег. Ishtirokchilar tomonidan berilgan savollarga atroflicha javob berilib, texnikalarga servis xizmat ko'rsatish, xorijdan keltirilgan bu kabi agrotexnikalar uchun davlat tomonidan beriladigan subsidiya va imtiyozlar batafsil tushuntirildi. Maqsad imkoniyatlardan to'laqonli foydalanish va tuproq unumdorligini oshirgan holda hosilga zarar yetkazmasdan yig'ib olishda klaster va fermerlarga ko'maklashishdir.